Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda madaniyat va san'at vakillariga ipoteka krediti dastlabki to'lovining 50% qoplab beriladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda shoir va yozuvchilar, madaniyat va san'at vakillari uchun ipoteka krediti uy-joy ijarasi bo'yicha yengillik beriladi. 1-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning madaniyat va san'at sohasi xodimlari bilan uchrashuvida ma'lum qilinishicha, endilikda har yili 1000 nafar shoir va yozuvchilar, madaniyat va san'at vakillari, muzey xodimi va rassomlarga uy-joy olish uchun ipoteka krediti dastlabki to'lovining 50% qoplab beriladi. Qayd etilishicha, ijodiy tashkilotlar, madaniyat va san'at muassasalariga boshqa hududdan kelib ishlayotgan soha vakillari ham ko'p. Bugundan boshlab ularga uy-joy ijarasi uchun Toshkent shahrida oyiga 2,5 million so'mgacha, viloyatlarda 1,6 million so'mgacha xarajatini qoplab berish yo'lga qo'yiladi. Har yili faoliyatida yaxshi natijaga erishgan 1000 nafar soha xodimi davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi hisobidan bepul davolanadi. Yana 2000 nafar ijodkorga davlat tomonidan tibbiy sug'urta paketi taqdim etiladi. Kamida 10 yil ishlagan xodimlarga sanatoriyalarga bepul yo'llanma beriladi. 15-iyundan xalq artisti, xalq shoiri, xalq yozuvchisi kabi yuksak faxriy unvonlarga ega ijodkorlarning aeroport va vokzallardagi VIP zallardan bepul foydalanishi ta'minlanadi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.